bolalarning quloq pardasi teshilib qolmasligi uchun va qulog'i sog'lom bo'lishi uchun top 3 ta maslahatingiz ota-onalar uchun. Birinchi navbatda o'sha quloq kovlamaslik va quloqqa har xil narsani tiqmaslik. Ya'ni bolani oldida o'zini qulog'ingizni kovlasangiz, bola ham shu narsani kovlash mumkin ekanligini bilmaydi, ular tiqib olib teshib olishi mumkin. Bu narsa hech qachon bolani olib tashlash mumkin emas, ya'ni quloq tozalash. Ikkinchisi, burun shamollagan paytda zudlik bilan lor shifokorga borish kerak. Nima uchun? Burundagi infeksiya Yevstahid kanal deymiz, eshituvnay deymiz. Eshituvnay orqali o'rta quloqqa o'tadi, o'tdan yiringlab pardani teshishi mumkin. Shuning uchun zudlik bilan shifokorga borish kerak burun shamollagan paytda. Uchinchisi, burundan nafas olish buzilgan paytda asosan bolalarda adenoid hisobiga bo'ladi. Adenoid Yevstahid kanalini yopadi, shamolliydi, o'tda infeksiyani o'tadi va quloqni teshib, yana oqishi mumkin. Ya'ni bu ham pardani teshishiga sabab bo'ladi. O'shaning uchun burundan nafas olish qiyin bo'ladimi, zudlik bilan doktorga borib tekshirish kerak. Adenoid bo'lsa olish kerak bo'ladi. Однозначно quloqqa asorat bermaslik uchun.